energiyasi bor va ko'pchiligimiz undan har kuni foydalanamiz. Lekin siz rostdan ham elektr nimaligini bilasizmi? Elektr energiyasini yaxshi tushunish uchun siz avval atomdan boshlashingiz kerak. Koinotdagi hamma narsa atomlardan tashkil topgan. Mana bu chumoliga bir qarang. Biz chumollarni juda kichik deb o'ylaymiz, ammo atomlar kichikroq, ancha-muncha kichikroq. Atomlar shunchalik kichikki, bitta chumol sanoqsiz atomlardan tashkil topgan. Milliarddan ortiq. Agar siz biror jismni olib, mayda bo'laklarga ajrataversangiz, oxir-oqibat sizda faqat atomlar qoladi. Bularni hamma narsaning qurilish bloklari deb atashimiz mumkin. Atomlar bir juft turli qismlarga ega. Atomning haqiqatdan ham muhim qismi elektron deb ataladi. Hamma atomlarda ham elektronlar soni bir xil emas. Atomdagi elektronlar soni o'zgarishi mumkin, chunki elektronlar atomlar orasida harakatlanishi mumkin. Elektr energiya esa elektronlarning bir atomdan ikkinchi atomga ko'chishi yoki o'tishidir. Elektronning bu oqim toki elektr toki deb ataladi. Elektronlar barcha materiallarda harakatlanadi, ammo ular ba'zi materiallar bo'ylab boshqalarga qaraganda yaxshiroq harakatlanadi. Agar elektronlar moddada tez va oson harakatlansa, demak bu modda o'tkazgichdir. O'tkazgich bu elektr tokini bir nuqtadan boshqasiga o'tkazish imkon beradigan har qanday narsa. O'tkazgichning qarama-qarshisi esa izolyator deb ataladi. Izolyator elektronlarni yaxshi o'tkazmaydigan va elektr tokini o'tkazmaydigan materialdir. Sizning ichini hech ko'rganmisiz? Ichki qismi odatda massa yoki boshqa o'tkazuvchi metallardan iborat. Tashqi tomoni esa plastmassadan, izolyatordan iborat. Mis sim elektronlarning harakatlanishiga yordam beradi. Plastmassa izolyator esa elektr energiyasini behuda sarflanishiga yo'l qo'ymaydi va bizni tok urishdan saqlaydi. Biror narsani elektr toki bilan ta'minlamoqchi bo'lsangiz, siz elektr tok o'tishi uchun to'liq yo'lni yaratishingiz kerak. Bu elektr zanjiri deb ataladi. Elektr zanjiri o'tkazuvchi materiallardan iborat yugurish yo'lagiga o'xshaydi. Bu esa elektronlar o'ziga xos tarzda harakatlanishini ta'minlaydi. Masalan, lampochkani yoqib ko'raylik. Birinchidan sizga batareya kabi quvvat manbai kerak. Keyin batareyaga simlarni ulash lozim. Va nihoyat lampochka. Xuddi zanjirdagi lampochka yongandek.